DTM'da aylanish yoyiga taalluqli bo'lgan test radiusi 12 va markaziy burchagi 105 gradusga teng bo'lgan doiraviy sektorning yoyi aylana shakliga keltirildi. Shu aylana radiusini toping. Endi testni yechishga o'tamiz. To'g'ri qilib chizmani chizib oldik. Mana doiraviy sektorning yoyi, ya'ni 105 gradus markaziy burchagi radiusi 12. Shu yoy aylana shakliga keltirildi. Shu aylana radiusini topishimiz kerak. Demak, mana bu yoyning uzunligi bilan bu aylananing uzunligi o'zaro teng. Demak, L teng L yoy. L yoyni topish formulasi pi r alfa taqsim 180 gradus. Aylananing uzunligini topish formulasi 2 pi r. Ikkalasini tenglashtiraman, ya'ni biza kichkina r topishimiz kerak. Yoyda pi r alfa taqsim 180 gradusni 2 pi r ga tenglashtiraman. Ya'ni L teng L yoy bo'lganligi uchun 2 pi kichkina r ni pi r alfa taqsim 180 gradusga tenglashtiraman. Pilar ketadi. Bundan kichkina r ni topsam, katta r ko'paytiruv alfa 2 bo'lib o'tadi. 2 ko'paytiruv 180 gradus bo'ladi. Endi buni hisoblaymiz. Qiymatlarni qo'yib, r o'rniga 12, 105 gradus, alfani o'rniga 2 ko'paytiruv 180 gradus. Teng 105 gradus bilan, 12 bilan 180 gradus 12 ga qisqartirib olsam bo'ladi bu. 105 gradus qoladi. 12 ga bitta yetsa 180 gradusga 15 ta yetadi. 2 ko'paytiruv 15 gradus bo'ladi. 105 gradus bilan 15 gradusni ham qisqartirsam, 15 ga qisqartirsam bunga 7 ta, bunga bitta yetadi. 2 ni o'zi qoladi. 3,5 chiqadi javob. Demak, javob 3,5 ga teng ekan. Berilgan testimiz javobi B. Bu test professional ikkinchi qismida olindi.